Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan To'g'ri televiziyasining bugungi naqmadan suhbat programmasiga xush keldingizlar. Men Farhod Yurunqashulman, oldi bilan hammangizlarni yurakdan salomlayman. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Aziz qarindoshlar, sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi To'g'ri televiziyasi xalqimizningki yurak sadosi, qalb sirdishi. Shundaqla o'rtaq mulki. Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən təsdiqlənən Tor televiziyası Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı İnsan Hüquqları Ümumi Bayannaməsinin royğa, xalqaralıq qanun prinsiplərə, şundaqla özləri turub atqan dövlətlərinki qanunlarına qattiq əməl qılğan əsasda təşviqat etdirib atqan mərkəzi təşviqat orqanı. Bizning hücum nişanımız Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən təsdiqlənən bütün axbarat vasitələrinin hücum nişanı faqatla xalqımızga bitməz-tükməz balay afətlərdən kelib atqan müstəbid komünist Xitoy hakimiyyəti. Bizden birden bir düşmanımız mı? Yani müstebit komünist Xitoy hakimiyeti. Bizden birden bir hücum nişanımız hem müstebit komünist Xitoy hakimiyeti. Aziz qarindoshlar, bu nuqtani qayta eskartib qo'yishni zarur topdim. Aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum, o'tgan yili 3-oyning 15-kuni bu yerda Amerikada istiqomat qilib turayotgan bizningki iqtidorliq eng asosli eng fidakor siyosiy faoliyatchilarimizning biri hisoblangan Roshan Abbas xonimning boshlamchiligida butun dunyo miqyosida bir ovoz bir qadam ayollar harakati, ona bolalar harakati qo'zg'algan va o'tgan yil ular tarafidan 3-oyning 15-kuni butun dunyo miqyosida olib borgan bir tutash faoliyati o'xshash kunda, o'xshash vaqtda olib borgan bir tutash faoliyati, yana mustabid kommunist Xitoy hukumatining jazo lagerlari Sharq Turkiston tasdiqlagan jazo lagerlariga qarshi ve üyede Uyghur halkı karşı yaptırılan irqi qırğınçılığını eyipleşti asas temi qılğan, asas şuar qılğan, dünya miqyasida yapılan faaliyetleri xalqlarına ait zor təsir qo'zg'agan. Onlarga ma'lum bu fidakor xonim qizlarimizning bir ovoz bir qadam harakatininki 3-oyning 15-kuni o'tkazilib bo'lgan bu bir tutash harakati dunyo matbuotlarida nihoyat keng darajada olgan. Hech bir zaman bu şekilde bizningki faoliyatlarimiz bu şekilde G'arb matbuotlarida bu şekilde keng darajada apaqmagan edi. Bu nihoyat cho'ng ta'sir qo'zg'adi va xonim qizlarimizning bir ovoz bir qadam harakatininki bu o'tgan yil bo'lgan butun dunyo miqyosida bir tutash bo'lgan faoliyat natijasida dunyoning har qaysi ellarida yaşayotgan xonim qizlarimiz orasida milliy uyg'unish boshqadan kuchaydi. Xonim qizlarimiz tashkillanishga boshladi. Har qaysi davlatlarda xonim qizlar ayollar tashkilotlari qurildi. Kurulup atıdı, kündün kendi canlı atıdı ve bir avaz, bir kadem hareketininki ortak yetekçiliği de hazır hanım kızlarımız, yani azıcık bütün dünya miqyası boyunca özlerinin faaliyetini yaptırıp atıdı. Şundakla bana bu yıl kirişi bilallah bir avaz, bir kadem hareketi cim olduğunu yok ve özlerininki faaliyetini yanım yukarı belliğe götürüş için tek bir kaç gün burun, belki selamı, içtimai taraflardan köydünler. Bir yerde Roshan Abbas Hanım riyasetçilik kılıvatkan bir avaz, bir kadem hareketi şu yana bu yıl 3-oyning 15-ning oldi keyillerinde bütün dünya miqyosida o'xshash kunda, o'xshash usulda yani concentration camps arbek degan nomda yani albatta bu İngilizce nom birozdan keyin Roshan xonim vaqt izoh berdi. Xitoyninki Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatlar aks ettirilgan foto surat ko'rgazmasi iç chaqirig'ini o'tirib qo'ydi. Ya'ni butun dunyo miqyosida o'xshash vaqt, o'xshash kunda bu nihoyat cho'ng bir programma. Albatta bu jihatda sizlarni atrofli ma'lumotga ega qilish uchun bir ovoz, bir qadam harakatininki quruvchisi va uning yetakchisi Roshan Abbas xonimni biz bağlandık hazır Washington DC'den. Roshan xonim, Atayda vaqtingizni chiqarib bugun programmamizga qatnashib kelganingiz uchun sizga alayda rahmat aytaman. Xush keldingiz. Assalomu alaykum. Rahmat hammaga. Xush buldum. Roshan xonim, bayman deb o'tdim, endi sizlar yaqinda bir qancha kun burun bir chaqiriq e'lon qildinglar. Men bu yuqorida deb o'tgandek. Endi buningga bir inglizcha ism qo'yilibdi. Masalan, xatolashmagan bo'lsam, concentration camps arbek degan ism endi. Muşu isim haqida bir izohat bersangiz, bu inglizcha ismga men tushunamadim. Gapni rostini qilsak, bu nima uchun bu ism qo'yildi? Bu qatamki butun dunyo miqyosida berilgan bu foto surat ko'rgazmasi. Bu isimninki mazmuni nima? Bu isimni tanlashimizning sababi concentration camps are back. Yani jazo lagerlari qaytib keldi degan bu isim bilan
concentration camps degan shu Ruschada gulagım deydi. Matbuatlarda gulag qaytib keldi degan maqolalar shu mazmunda yozilgan. Endi concentration camp degan shu endi ingliz ismi endi shu gulag jazo lagerlari. Ya'ni shu ikkinchi dunyo urushi vaqtidagi Yahudilarning sulangan va milliy qirg'inchilikqa, irqiy qirg'inchilikqa uchragan bir din yoki bir millat bo'lganlik sababdan shundoq bir jazoga uchragan qirg'inchiliklar bo'lgan shu lagerning ismi shu concentration camp. Bizning endi bu ismni qo'yishimizning sababi birisiga endi birlik bo'lish, bizning bir ovoz bir qadam faoliyatimizning ikkinchi faoliyati ismimiz o'xshash bo'lish, tema, ya'ni mazmun o'xshash bo'lish bo'lsa, ikkinchisiga butun dunyo miqyosida bu qatim endi biz yerlik aholilarning, shu yerdagi yerlik xalqning diqqatini jalb qilib, shularga bildirish. Bularga bildirgan vaqtimizda bizning bu vatanda bo'layotgan hozirgi ahvol faqatlam bir necha million odamni tutib yerda tarbiyalash Xitoy degandek yoki bo'lmasa bir yerga solab qo'yish yoki bo'lmasa undaq ish emas, balki shu 49-yildan keyin kommunist Xitoy hokimiyatining bizning vatanimizni ishg'ol qilgandan keyin yurgizayotgan shu ishg'oliyatdagi Sharqiy Turkistonni tutun o'zining qilib olish va millatimizni tutun qirg'inchilik elib berish shu hozirgi bo'layotgan zulmlarni, ahvollarni shu jazo lagerlariga, ya'ni ikkinchi dunyo vaqtidagi concentration camp deganga bog'lab turib, shu orqali bildirish. Bu sababdan biz bu temani tanladik. Bu nəhayət cəlb qılarlıq bir tema bo'ldi. Haqiqatan bu ikkinchi dunyo urushi mezgildagi Nazi kamplarninki bugungi, ya'ni 21-asrda buning bugungi zamonaviy dunyoga shu traditsiyaning yana qayta o'ylanayotganligi, bu yerda qayta shu lagerlarninki Nazi kamplarning qaytadan bugungi dunyoda qaytadan o'tirg'i chiqqanligi bu asos bosh tema qilindi. Bu haqiqatan bizning Sharq Turkiston hozirgi navbatdagi vaziyatiga nihoyatda mos keladi. Ro'shan Abbas xonim, albatta biz sizlarning bu faoliyatingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Bu masalan bu qatim faoliyatingizning konkret mazmuni, shakli, buningki doirasi qanday bo'ladi endi konkret masalan? Qanday talablar bor masalan sizlarning bu faoliyatni o'rlashtirishda? Har qaysi xonim qizlarning, har qaysi ayollar tashkilotlaridan va yoki ayollar guruhlaridan. Bugun Dunyo Uyg'ur qurultayının to'r televizorsi maxsus bu yapılmakçı olan faaliyetimiz üstüde program tayarlab bizge bu fırsatını bergenler için köp rahmet. Reisimiz Dolqun İsa ve Dünya Uyghur Qurultayı icraiyaning barliq rahbarlari hammalar bu faoliyatimizga yaxshi qo'llab beryapsizlar. Xuddi o'tgan qitimqi bir yilning oldidagi faoliyatimizda shundoq sizlarning yenimizda bo'lishinglar ve bütün dünyadaki ayollarımızın birdek tirishchanlik ko'rsatishi bilan muvaffaqiyatli bo'lgan faoliyatimiz. Bu qitimmi yana şu yerlik tashkilotlarimiz Dunyo Uyg'ur qurultayining ostidagi va dunyodagi barliq boshqa tashkilotlar, vatan millatlar hozirmish ishg'oliyatdagi zulmda qolgan vatanimizning va xalqimizning davosini anglatayotgan barliq tashkilotlar va faoliyatchilarning cho'qim bizni qo'llab yenimizda bo'lganligiga ishonamiz. Ötkende bazı rəhbərlərimiz, bazı orqanlar, bazı yerlik, bazı dövlətlər taza düşünüb yetənmədimi desək taza qollamagan bolğan. Endi bu qitim çoxum həmmə yerdə bu faaliyyətimizin qollab berilganlığına mən %100 işinimə. Endi qaysı şəkildə ipbarımız degəndə 15 martның aldı keynində bizning bir yillik faoliyatimizning xotira kuni hem onunki aldıda 3. ayının 8. günü Dünya Ayollar Bayramı buludu. Şu Ayollar Bayramının aldı keynide bizim şu 3. ayının 15'i de nəq bekitib etmedik. Çünkü o günü Cuma günü iken. Cuma günü bazı yerlerde mesela Washington'da, ben özüm Washington DC'nin içinde yapmakçı bu faaliyetini. O günde düştünkin Cuma günü düştünkinde köp adamlar taza bulmaydı da oylayma hem de keşkil faaliyet katlaşıp kılışır. Şu için ben şahsen özüm 14. Mart Perşembe günü
tushdan keyin soat 12dan 5gacha bo'lgan oralikda meningki akam doktor Rishad Abbasninki yordami bilan shu akam Amerikadagi asosliq bir nayti nemisi yaxshi yuqori bo'lgan bir National Press Club deb qo'ydi, davlatlik matbuot klubi. Shu davlatlik matbuot klubidan bir zalni ep berdi. Shu akamning yordami bilan men shu kuni 3-oyning 14-kuni ep borman. Buni deb o'tishimning sababi har yer o'zining sharoitiga qarab kunni, o'rinni, qanday yerda qanday ep berishni o'zi bekitsa bo'ladi. Biroq tema bir bo'lishi kerak. Qo'limizdagi tashviqot varaqlarini o'xshash tayyorlaymiz. Buningda butun shu Xitoy hokimiyatining bizning ustimizdan yurgizayotgan zulmlari bilan tang bizning tariximiz 49-yili Kommunist partiyaning ishg'ol qilib vatanimiz Sharqiy Turkistonni ilkiga olgandan keyingi qilmishlarini yozamiz. Andan keyin rasmladimi? Rasmlarni tanlagan vaqtimizda bütün dunyodagi qarindoshlarimizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Nayt yaxshi rasmlarni evatib, bizni nayt yaxshi qo'llayotdi. Buning uchun nayt minnatdorman. Chunki bu hammamizning ishi. Bu faqatla bir ovoz, bir qadam guruhsininglar yoki ayollarninglar ishi emas. Bu bütün millatimizning ishi. Albatta. Shuning uchun hammanglarga ko'p rahmat. Shu qarindoshlarimiz evatib berayotgan. Endi biz rasmlarni tanlagan vaqtimizda biz Uyg'urlarningki bizning ko'zimiz bilan emas, yerlik xalqning, masalan, Amerikada bo'lsa, Kanada, Avstraliya yoki Yevropa yoki Turkiya deyli, shu yerdagi yerlik xalqning ko'zida nima mo'yin? Bu tarafdan tanlashimiz lozim. Chunki masalan, ba'zi rasmlar bir misolga bir necha misolni olsam, bayroq chiqarayotgan yoki nurg'un odamlarningki bir yerga yig'ilib turib, bundaq maydonda, cho'ng maydonda nurg'un odamlar yig'ilib turib bir faoliyat o'tkazayotgan yoki bundaq bir nima bir qo'liga certificate degani nima deymiz, bundaq bir nima nomi, bir narsa o'qish bitgan vaqtda beradigan guvohnoma shundoq narsalarni ko'tarib turgan rasmlarni evatganlar bo'ldi. Endi bularni bir Yevropalik yoki bir Amerikalik qarasa, ular uchun bu normal. Masalan, Amerikada bir yerda bir cho'ng bir faoliyat bo'lsa, bayroq chiqaradi, nurg'un odam yig'iladi, yerda nurg'un odam turadi. Andan keyin guvohnoma tutib turayotgani Xitoy zaten bu bir texnikalik o'g'itish o'rni. Bu yerda o'qish bitganlarga biz guvohnoma beramiz deyapti. Xitoyning tashviqotini biz yana chiqarib mana guvohnoma berdi deyishning hojati yo'q. Shunda bunday rasmlarni tanlamaymiz. Andan keyin yana ba'zi rasmlar kelgan bo'ldi. Do'ppilarni kiyib, yuziga bayroqlarni taqab, jiq ayollarning naqsh etayotgandek. Bu rasmmi buning qarasa, endi bizningki butun millatimizni bir millat sifatida yo'qotishga tirishyapti. Örf odatimizni yo'qotishga tirishyapti, tilimizni yo'qotishga tirishyapti deyapmiz. Endi buningda atlas ko'ylak kiygan, beshiq do'ppi kiygan ayollarning rasmi bo'lsa, u bizning örf odatimiz u yerda turadi. Endi yuziga bayroq chaplaganni desak, u endi hamma yerda masalan turklarmi o'ziniki bir davlatga nemisni ko'z tutish uchun bayroqlarni yasab chiqadi. To'g'ri, Xitoyning bayrog'i bizning bayrog'imiz emas, buningga zo'rlandi demoqchimiz. Biroq Yevropaliklarning ko'zida endi bu narsalarni achiqib, nima qilsak, bayroqdan bakrak beshidagi do'ppi bilan atlas ko'yniki bularning nimasini tortadi-chi, diqqatini tortadi. Shundoq. Shunga endi bundaq narsalarni ko'z tutishimizning hojati yo'q. Endi bizningki u yerda ko'z, uning ustiga har qanday bir odamningki kelib bir ko'rgazma ko'rsa, ularning diqqat berish vaqti nihoyat qisqa bo'ladi. Esida qolgan narsa oz bo'ldi-chi. Bak jiq narsa qo'yversak, bak jiq mazmunni nima qilsak, u chog'da ta'siri yaxshi bo'lmaydi. Shunga nihoyat har bir rasmni nihoyat inchkilik bilan tanlashimiz lozim birinchidan, endi ikkinchidan hamma narsani u yerda rasm bilan o'tirib qo'yamizsaqmi, qo'limizdagi nihoyat mukammal bir tashviqot varaqlari bo'ladi. Uni har bir odamga beramiz. Kamplarning, kampdagi zulmlar, shu kichik bolalar akatgan. Andan keyin shu bo'layotgan hozirgi bizningki sarxillarimiz, andan keyin endi nurg'un u yerda qo'ydigan rasmlarimiz, masalan, zo'rlik bilan to'y qilayotgan qizlar,
anadaki uyga kirib yotqanlarni birga yetayotgan Xitoylar Uyg'urlarning uylariga kirib, mushundaq odamning yuragiga qattiq ta'sir qiladigan muhim rasmlarni qo'yib, uningdan boshqa narsalarni bo'lsa, biz tayyorlagan tashviqot varaqi bilan kishilarningki uyiga birga yo'lga solamiz endi. Şunda muşu xil şekilde endi mening arzuyum. Mesela sizlarninki bu endi bu Xitoyninki Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatlar aks ettirilgan bu butun dunyo miqyosida o'xshash vaqtda fotosurat ko'rgazmasida hamda Nazi kampillari qaytib keldi degan asosiy shu bor endi. Buningda masalan bu ko'rgazmaniki tushuntirishdir bir tutash bo'lamdi. Buningki bir tutash bo'lamdi yoki har qaysi davlatlar o'zining davlatining ahvoliga asosan bu ko'rgazmaniki tushuntirishni yoki tashviqot nimasini deyli, varaqchasini deyli. O'z oldiga hazırlamdı ya bir tutash hazırlamsizlar buni. Bu jihatda bir mazmunini bir tutash hazırlaymiz inglizcha. Onun da bir tutash bo'ladi. Endi uni o'zining yerlik tiliga o'zlari tarjima qilgan vaqtida hammasi o'zining davlatining ahvoliga qarab, endi qaysi tarafdan endi shu mazmunni endi qaysi tarafdan qandaq besib chiqarib qandaq tashviq etib bo'lsa yaxshi bo'ldi, uni o'zlari bekitse bo'ladi. Ammo mazmuni tashviqotning mazmuni ham keyin shu namoyish kunida qo'liga beradigan tashviqot varaqchilari o'xshash bo'ladi. Bir hammasi mazmuni o'xshash. Albatta dunyo qo'rquldi bo'lish sifatimizdan hozirgacha ya'ni ayollar xizmetini, ayollar hareketini canlandırış, yaşlı hareketini canlandırış, dünya okultunun asası hizmet gün tertiplerinden biri izchil turda bunun ahmiyet berip kelyapti ve bir ovoz bir qadam hareketi o'tirib chiqqandan buyon izchil turda dünya okultuga her jihatdan qo'llashtirishyapti ve buningdagi albatta sizlarningki yetakchiligingizda bir ovoz bir qadam hareketlar dünya okultuga her zaman mas qadam ichida hareket olib bordi va har qanday moddiy va ma'naviy jihatdagi yordamga har zaman tayyor ekanligini piyoda isbotlaymiz albatta. Men shuningga ishonman, endi dunyoning har qaysi joylarida faoliyat olib borayotgan teşkilatlarımız olsun, aktif siyasi faoliyatçılarımız olsun, yoki aktivistlerimiz olsun, sizlerin bu hareketinde çokum qo'llab quvvatlaydigan umidman, chunki bu hareket faoliyat bek muhim, chunki hozir sizning xabaringiz bor, Xitoy hukumatidagi o'tgan yil oxiridan bu yilning boshlarigacha bu diplomatiya jihatdan qaytarma hujumga o'tib, o'ziga yaqin ba'zi davlatlarning diplomatlarini taklif qilib, ba'zi o'ziga yaqin davlatlarningki muxbirlarni taklif qilib, u yerda o'zi yasab chiqqan soxta tarbiyalash markazlarini ko'rsatib, bu yerda jazo lageri yo'q, mana kasb tarbiyalash markazi va butun xalq har millat xalq qo'shal qurolliq ichida kasb o'rganyapti degandek bir soxta manzilni yarashtirishyapti va bu davlatningki diplomatlari va bo'lgan axborot organlarining nimalarimi Xitoyning dumbu usul o'ynab, Xitoyning tashviqotini qilyapti va g'arb demokratik ellarning matbuotlarini va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining dokladlarini jazo lagerlari masalasidagi nimalarni bu yerda qoralashtirishyapti endi Xitoy hukumati ularni bu g'arb davlatlariga silyapti. Endi bunday bir sharoitning o'zida sizlarning bu harakatinglarni boshlashinglarmi Xitoy hukumatining mushu diplomatiya jihatdan bo'lgan siyosiy suiqasdini, ko'zbuyamchiligini, aldamchiligini, soxtapazligini, hiylakorligini dunyo jamoatchiligining oldida fosh qilishni nihoyatda muhim bir nima bu. Buni bu deb ammo bu yerda boya resimlar masalan qo'yiladigan resimlarning har bir nozik nuqtalariga dedingiz, bu bek muhim masala ekan. Chunki hamda ba'zi qarindoshlarimiz men qarayman hozir ijtimoiy tarmoqlarga, ijtimoiy sotsial mediaga ko'p hollarda bizning vatanga oid bo'lmagan ba'zi resimlarni aralashtirib o'tganda bizning vatanniki resim bizningki tortayotgan zulmimiz yetib oshidi, yeterincha darajada resimimiz bor, boshqalarniki ishlatishimizning hech bir hojati yo'q. Başka bir resimlarni o'ydirib chiqarishimizning bir hojati yo'q zaten. Bizdagi zulm chekayotgan boshqa bir millatmi yo'q. Buni zaten BDT'ning dokladlaridami ya ilyapti. Bu e'tirof qilinlik. Shuna sizning degan nuqtangizni aytib, muhim resimlarga burunmi ba'zi hodisalar bo'lgan xato resimlarni ko'tarib chiqib Xitoy hukumati uni tutib olib turib bizningki nimamizni qoralashga tirishgan ayni vaqtlarda bu ahvollar bo'lgan. Shuna sizning deganingizni aytib, muhimkan bu har bir resimlargacha, har bir film bo'lsa, har bir filmgacha nihoyatda buni hatto yurish-turishgacha, kiyimgacha buni nihoyatda diqqat qilish kerak ekan. Bu haqiqatan nihoyatda muhim bir faoliyatga muvaffaqiyat tilayman, albatta muvaffaqiyatga erishadi deb ishonaman, chunki bizning hozir xonim qizlarimiz umumyuzlik uyg'ondi, nihoyatda jangovar, nihoyatda fidokor. Xo'sh, Ro'shan xonim, yaqin mezgillardan buyon bu Amerika matbuotlarida doim sizni ko'rib turmiz, masalan, adingiz va hammamizning suyimli hadis albatta jazo lagerida azob chekayotgan, azob uqubat chekayotgan resimni ko'tarib, bu orqali matbuotlar
nurg'un matbuotlarga chiqib shuni oqinish qilib turib Sharq Turkiston jazo lagerlari masalasini anlatyapsiz, bu yerda azob uqubat chekayotgan xalqimizning yurak sadolarini aks ettiryapsiz. Ham to'xtamay universitetlarga, maktablarga berib bu nimani anlatyapsiz endi Xitoyniki Uyg'ur xalqi qilayotgan bu irqiy qirg'inchilik jinoyatini yani fosh qilishtirishyapsiz. Mendan bilishimcha masalan bu ayning 23-kuni bu Washingtonda deyman bu shahar boshliqlari va qaysi shirkatning mas'ullari şərifi verilən bir ziyafətə qatnaşdınız endi. Bu ziyafətə qatnaşdınız. Bunun da qandaq təsirə ega oldunuz məsələn bu ziyafətə? Həm bu şu fəaliyyətiniz haqqında qısqaça bir məlumat versiniz çünki sizinki bütün bayanlarınız, mətbuatlardakı qan sözləriniz həm ingiliscə olğanlığı üçün bəzi qarindaşlarımız bilmədi köp qarindaşlarımız. Bu haqda məlumat versiniz və axırı qətim bu qatnaşqan bu 300 neçə kişilik bu şəhər başlıqları ve şirket mesulları şerifi verilgen bu ziyafette hep bağın faaliyetleriniz hakkında malumat verip ötsünüz. Diginimizge okşaş menen hedem Gülşen Abbas fakat neçe milyon kişilerden birisi. Hedem sebeplik, hedemninki tutulup ketkenlik sebeplik dünya miqyasıda, matbuatlarda nurgun muhbirlar kızıqıp menen bilen ziyaret ötküzüwatydy. Şu vaqtida men Hedemninki tutuluş ahvalı bilen teng, milletimizden beşer kilovatkan zulümlarının hemme tarafından anlatıvatdı. Şu tarihimizden başlap komünist Xitaylarının 49. yılı Şarkı Türkistan'ı işgal kılgandığını tatıp ta hazırga kadar buluvatkan bütün zulümlerini anlatıp kivatdı. Meyli medbuatlarda olsun, meyli her türlü faaliyetlerde nutuk sözleşmeler olsun. Üniversitetler kızıqıp hazır aqıdan nurgun faaliyetlerini ip beriyatdı. Bu pek mühim çünkü şu üniversitet o'quvchilarına ait faaliyetçen kilidi. Xuddi bizim yaş vaqtimizda, ali maktabda o'qiyotgan vaqtimizda nurgun faaliyetlerini ip bağan, ait aktif bo'lgan. Shuning uchun Amerika o'quvchilarini, professorlarini, Amerikadagi shu sarxil deymiz, ziyolilarni qo'zg'atish pek mühim. Elbette. Bu faaliyetlerini qilyapti. Endi tashkilotlarimiz nihoyatda yaxshi bütün tirishchanligi bilan nihoyatda mühim o'rinlarda mayli Birleşken Devletler tashkilotlari bo'lsin, har qaysi davlatlarninki yerlik hukumatlari bo'lsin ve Avrupa Birliği, Amerika hükümeti, Amerika parlamenti hem yerlerde teşkilatlarımız, faaliyetçilerimiz intayin yaxşı faaliyetlerini ip beriyatıdı. Bir qarasınız, kündü görüşüp paranlaşıp duruyatkan hükümet xadimleri yoki kongressdeki, parlamentdeki muş işler ne biz bilen birli ip beriyatgan Amerikalıqlarga qarab siz xuddi bütün Amerikalıqlar bildigandek his qilasiz. Bizden beşimiz kilovatkan zulümni. Ama yana nurgun kişiler bilen paranlaşsınız. Naiti köp miqdardaki nurgun adamlar tehi bilmeydi. Çünkü endi bulup mu Amerika'da, Avrupa'da bu endi xalqara xabarlarga xili qiziqir ki Amerika'da yerlik devletning ichidagi xabarlar asas bo'ladi. Mayli televizorlarda bo'lsin. Bir qarasınız matbuatlarning hammasiga hozirgi Uyg'urlarning beşik kilayotgan shu zulmlar chiqayotgandek, yani bir qarasınız asosliq televizor, radio asas nimalar yanalam yo'q. Mesela şu 23 yanvar mening şirketimninki bir şirketimdeki mesuliyetim sebeplik bağlan Amerika'daki şəhər başlıqlarının şərəfiga verilən bir kəşlik ziyafətə badım. Bunu da Mayflower Hotel dəpmiş Washington'daki aiti çoğ bir zalda elib verilgan 350 tek adam kəpdi. Əndi bu 350 adam Amerikanın aldıdaki kişilər desək boludu. Çünki bunun da parlament əzaları var, parlament əzalarının işğalsidəki asaslı kişilər var, şəhər başlıqları var, nurgulluğan şəhər başlıqları var, 10 dək şəhər başlıqları kəpdi. Los Angeles'tan şehir başlıklarının ki şərəfiga bir şunun bir şərəf mükafatı bədi. Əmdi 350 kişinin arasında жүрüp mən saat 6:20'da başlanıp 10'gacha davam qildim. Mən 7'ga yaqin bağandım. Saat 7'den 9'gacha 2 saat aylanıp жүрüp sözləşdim. 9'da endi oturup tamaq başlanğan bolsa 10'gacha 1 saat tamaq vaxtida endi o imkaniyet bolmagan bolsunmu? 2 saat aşı aylanıp жүрüp nurgun kişiler bilen sözleşip
burun bundaq fəaliyyətlərə basam, mən şirkətimdənki gepini qılıvatqan xizmətimlə tanıştıratdım. Amma 23 yanvar mən bütünlay Uyğurni tanıştırdım, Uyğurning gepini qıldım. Biroq ümitsizlənginim 350 kişinin içində, hem de həmmisi bilan sözləşib bulamadım, amma 2 saat mən vaxtını içən tutub nurgun adamlar bilan sözləşsəm, aram bir 4-5 adam bilədik ki, bizdən başımız kelgan zulümlarni. Hem de bu nima deganlik? Nurg'unlagan yerlik xalq texi bilmaydi degan gapda. Shuning uchun shu bir ovoz bir qadam faoliyatimizmi bu qetim biz chora izlayapmiz. Har tarafdan tirishchanlik ko'rsatyapmiz. Bumi bir shu biz izlayotgan choralarning birisi. Biz qandoq qilib yerlik xalqlarni uyg'otib, shu davoni shularga anglatib, shularni davomimizning ichiga akirimiz. Bu faoliyatlar Amerikada yaxshi bo'lyapti, inson haqlari projekti bilan biz ham yerdagi yoshlar birlashib nimaligim, yerdagi faoliyatchi ziyolilar birlashib o'tgan juma kuni bir cho'ng bir faoliyat qildi. Adimiz centerda nurg'un musulmonlarni chaqirib kelib, ularga shu ahvollarni anglatib. Bu haftami bugunmi yana bir cho'ng faoliyat var Marylanddagi bir masjidda. Endi bundaq ishlarni xalq qo'zg'alib, biz Uyg'urlar xalqni uyg'otib, bu faoliyatni hammamiz tang ipamsak, bizning bütün dünyadaki Uyg'urlarning soni uncha ko'p emas. Amerikada bo'lsa aniq emas ve 6-7 ming Uyg'ur bormiki hamma yerda. Shuning uchun ham bu qilayotgan ko'rgazmamizning rasm ko'rgazmasining maqsadi shu. Bu biz izlayotgan choralarning birisi. Endi buning muhim bo'lishining sababi shaxsan men o'zim buningga men nima uchun buni muhim deb qaradim deganda, hükümet, hazır hükümet, Amerika hükümeti bizge naiti insan hakları sebeplik bizge yardım kılıp qo'llayotdi. Ama siyaset yoki siyasiyonlar bir narsa jigini bo'lmaydi. Çünkü siyaset ya o'zgarib turdi. Xitoy naiti hiligar, Xitoy hükümeti naiti hiligar. Her qandaq bir her türlük fursatparastliklar bilan, her türlük şartlar bilan hükümetlerin ağzını yığışı mümkün. Hem de hazır buluvatkan bütün matbuatlardaki, hükümetlerdeki bizim gepimizni qilayotgan bu bir momentum. Nimdeyimiz momentum deganda bir vaqtliq, bir minutlik ahvoldan Mundaqli bir buluvatkan ish, vaqtliq ish. Bu o'tib ketadi. Bu momentum o'tib ketadi. Amerikada biz ni vaqalarni ko'rdik, ni ishlarni ko'rdik. Bir chiqib bütün matbuotda hamma matbuot e'lon qilayotgandek, hamma shunga munosabatli odamlarni ziyorat qilayotgandek bo'ldi, ammo o'tib ketgandan keyin jimmidi bo'lib xuddi ish bo'lmagandek bo'ldi, yo'qolib ketadi, yana bir ish boshlanib ketadi. Endi xalqni uyg'otsak-chi. Xalq, yerlik xalqlarni uyg'otib, shularga bildirib, shularni o'sha da'voning ichiga akiralisak, xalq to'xtab qolmaydi. Xalq siyosat bilan o'zgarmaydi. Biz xalqning ko'nglini tutishimiz kerak. Xalqning hissdoshligini qo'lga keltirishimiz kerak. Bizning qilmoqchi bo'layotganimiz, bizning 15 martning oldi keyinida o'rinlashtirilgan bu qitim faoliyatimiz naq mana shu sababdan o'rinlashtiryapmiz. Ham meningki maktablarga berib yoki bo'lmasa her türlü cemaat arasında community center deyimiz, aştaq yerlerge berib shular bilan ko'rishib, shularga mush ahvollarni tushuntirib qilishimning sababimi shu xalqni uyg'otib, xalqqa bildirib, shu Amerika xalqini da'voning ichiga akirish. Endi men ozroq vaqt elib, men boya gapimning oxirini chiqarmay o'tib ketib qoldim. Men bizning dunyoning har yerlaridagi bir ovoz bir qadam fidoyilarimiz var va shularga yordam qilayotgan barliq qarindoshlarımızga. Çünkü bu ayollarning ishi emas. Çoqum ayollarning fidokorlik qilishi, ayollarningki yetaklab menishi, o'rinlashtirishi bilan bütün xalqimiz, erlar, bolalar, yoshlar hammasi bunga yordam qilish kerak. Shuning uchun men shu fursatni bir davolay. O'rin masalasiga kelsak, men deganimga o'xshash men akam Rishad Abbosning yordami bilan men davlatlik matbuot klubini o'rinlashtirdim. Biroq nurg'un yerlar bor. Masalan, musiqxonalar bor. Musiqxonalarning zallarini ijaraga berdi. Andan keyin her yerninki yerlik community center deb qo'yamiz, jamoat markazlari bor. Ular zallarini berish mumkin. Undaq yerlarni olsak bo'ldi. Cherkovlarga borsak bo'ladi. Cherkovlarning faoliyat zallari bor. Ularni uyg'otishimiz kerak, chunki
Şu biz yerlik millet, yerlik halk şularning dinlerini mi aralashtirib, bu faqatla bizning Uyg'urlarning beşik kelayotgan emas, bizningki hem musulmon bo'lganlik, hem bütün insoniyatga qarata jinoyat. Shuning uchun bu hamma odamningki buningga esdashlik qilish, ham uningga aralashish nimasi bor deb o'ylayman. Andan keyin hamda birinchi bizningki yanimizda bo'lgan albatta turk qarindoshlarimiz, har yerlarda turk derneklari bor. Türk derneklerini alsak buldu. İşte qılıp hem de beş qetip qandaq qısaq bula deyotgan qarindoshlarimiz bolsa. Onun için bu her bir yerde şu devletning merkezi şehri mesela Gollandiyada Amsterdam bilan qilimiz deydigan ish emas. Neçe şehirlerde bolsa buldu. Mesela ben Amerika'da mening arzuyum ben Washington'da o'rlashtirayotgan bolsam, yana qarindoshlarimiz Los Angeles'da, San Francisco'da, Houston'da, Oklahoma'da, Florida, nerede Uygurlar bolsa şu yerde o'rinlashtirsa bo'ladi. Çünkü bunun açık adam ketmeydi. Resimlerini, teşviqat varaqlarini biz tayyorlab beramiz. Shuning uchun umumyüzlük bütün dünyanın hamma yerdagi qarindoshlarni bu bizningki bu qitim qilayotgan faoliyatimizga muhim deb qarab yordamni berishini umid qilaman ham ishini. Rahmat. Rahmat, haqiqatan bu sizning deganingiz nihoyat muhim bir nuqta. Chunki bizning hozir g'arb dunyosida faoliyatlarimiz nihoyat jonlandi. G'arb matbuotininki qiziq deymiz, aylandi Uyg'urlar masalasi deymiz, Yevropa parlamentida masalan o'tgan yil Uyg'urlar masalasi bu jazo lagerlarini ayblab 15 moddali qaror chiqdi. Amerikada Avam palatasi, Kengash palatasi a'zolari keyin ikki qatim Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini sundi deylik. Endi BDT'de Xitoy maxsus so'roq tortildi demasdan jazo lagerlari masalasida, ammo xalq asosimiz yo'q. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Ya bunga biz to'g'ri ahamiyat bermaganmi? Yuqori darajadagi organlar bilan bor, Yevropa parlamentida BDT'ninki organlari bilan va yoki Amerika kongresslar, hukumatlarni bilan xalq asosimiz, xalq ishida asosimiz yo'q. Bizning xalq asosimiz faqat Turkiya Cumhuriyatlarida va islom ellarida biroz xalq asosimiz bor, ammo g'arb dunyosi xalq asosimiz yo'q. Ko'pincha bilmaydi. Hamda keyingi mezgillarda hamda qarindoshlarimiz bu xalqqa anglitishni eng asosli bu yerli xalqqa anglitishni, avam xalqqa siz degandek anglitishni xalq orqali hukumatga besim ishiltish va hukumat orqali Xitoyga besim shakllantirishda bo'ldaq. Bu nihoyatda muhim. Xalq asosimiz bo'lsa, u vaqtida hukumatlar foyda manfaat to'qinish tufaylidan Uyg'ur davosiga, Uyg'urlar masalasiga biroz sus, beparvo qaragan vaqtida xalqninki qo'llashi bilan siz degandek bu ne kun tartib saqlab qoldi Uyg'urlar masalasini har zaman. Bu bek muhim bir masala. Shunga hamda masalan Abdurim G'ani deymiz, Gollandiyada bu inimizmi? Her yakshanba pedagog inimiz, ba'zi insonlar 2 soatlik, yilda bir 2 soatlik namoyish qatnashdan qochadi qo'rqib. Bu inimiz her yakshanba va boshqa qarindoshlarimiz bilan namoyish qilgan. Qilyapti, pedagog qilyapti. Asosiy xalqqa oldi, yerli xalqida hamda shu nimaning bunun pek kengaytish kerak ekan, tashkilotlarimiz olsun, siyosiy faoliyatlarimiz olsun, siz degandek bunun ahamiyat berish nihoyat muhim va sizlarningki buni maqsad qildi bardigan bu 3-oyning 15-ning oldi keyin deb bardigan butun dunyo miqyosida deb berilgan bu jazo nasiy kamplari qaytib keldi degan umum o'rtaq shior asl deb berilgan va Xitoyningki Sharq Turkistondagi insoniyat qarashi jinoyatlari aks ettirilgan fotosurat ko'rgazmasi iç çağırgınlar, bu planlar nayet mühim. Bununla masaj biriş kerak bütün dünyadaki aktivistlerimiz, siyasi faaliyetlerimiz, teşkilatlarımız da qarayman. Çünkü bunu umum milli davayımızda en mühim bir partisi. Bu fakat bir ağız bir kadem hareketi veya ayal hanım kızı hareketi de nokul aldı. Bunu bundan düşünüş doğru emas. Hoş Roşan hanım hem de bu hazır. Bu Amerika'da hem siz hem de Amerika'nınki daha yukarı dereceli Amerika kongreslerde olsun, senatoda olsun, hükümet organlarında olsun daim görüşüp duruyorsunuz. Hem de hazır bu Amerika'da bir galit bir ahval vardı, hem de yerim hükümetsizlik vaziyeti vardı, hem de hazır. Bu acayip galit bir iş, hem de bu nurgun adamlarını mecburi vakitlik nimaga chiqarib, ta'tilga chiqarib, maaşını to'xtatib qo'yibdi. Hamda bu yerim hukumatsizlik vaziyati ashadagi Uyg'urlar sizlarning olib borayotgan faoliyatinglarga bunun bir salbiy ta'siri bo'ldimi? Bu qandaq? Shuni biz so'ragim keldi. Tabii ko'p ta'siri bo'lmadi, ama o ishmi tugadi. Tunog'un rasmiy hukumat ishga tushdi. Tunog'undan boshlab. Endi buningki bo'lgan bir foydasi hatto şu hükümet orunda mühim yerlerde işleyotgan, yani şu yerim hükümetsizlik sebebinden işsiz bulan
endi o vaqtda bu xizmatsiz odam hukumatga tavami bo'lmaydi ekanda. Ular texmi qo'llab hukumatda bo'lgan bo'lsa o'tirg'i chiqib ochiq qilolmaydigan gaplarni ochiq qildi. O'tgan hafta juma kuni bo'lgan bir faoliyatimizda tashqi ishlar ministerligidan kelgan bir do'stimiz shu shunda qattiq gap qildi. Shundaq endi biz uchun yaxshi obdan gap qildi. Keyin anandan bu hukumat odamlari bundaq gap qilsa bo'lmaydi deb yana bir shu Amerika hukumatida ishlaydigan yana birisi degan vaqtida u kishi men hozir xizmatsiz, men hukumatga ishlamayman, shuning uchun nima desam erkin degandek bir chaqchaq bo'ldi. Endi demoqchi bo'lganim tashkilotlarimizninki faoliyatchilarimizning faoliyati to'xtab qolmadi. Hukumatsiz ahvolda yanada bizga munosabatli Uyghur Human Rights Policy Act degan bizningki bu qonun Senator Rubio, Senator Menendez, Congressman Christopher Smith tarafidan o'tirg'i qo'yilgan qonun loyihasi bu qitimqi kongressda yana tanishtirildi. Ham shundaq hukumatsiz ahvolda 18 mening bilishimcha shu o'tgan haftaga qadar 18 parlament a'zosi imzo atdi. Buning ichida Amerika hukumatida 3-darajalik eng yuqori imtiyozga ega bo'lgan parlamentning so'zchisi Nancy Pelosi xonimi bor, imzo atdi. Demek endi bek cho'ng ta'sir qilmadi. Endi qiladigan ishlarimizni aytib ko'p, baysiz xulosalab o'tgandek yerlik xalqni uyg'otib, yerlik xalq orqali Amerika parlament a'zolariga, avom va kengash palata a'zolariga besim qilib, xalqning imzosi, xalqning telefonlari orqali bizning yana hozir masalan 218 son kerak. 18 adam imzo atgan bo'lsa, yana 200 kishi imzo etish kerak degan gap. Bu faqatlam Kongress tarafdan. Senat tarafdan 100 senatorning 51si imzo etish kerak. Endi shu masalan oyga bo'lib baxsangiz bir oyda 18 adam qo'l qo'ygan bo'lsa, yana 11 oy vaqtimiz bor. 11 oy vaqtda endi qancha baldir bo'lsa shuncha yaxshi, endi qancha baldir 11 oyni saqlab turmaymiz. Qancha tez bu qo'l qo'yilib nima qilsa. Endi men bu sonni berishimning sababi bir oyda 18 kongressmenning imzosiga erishimiz kerak degan gap faqat bo'lmaganda, eng bo'lmaganda. Demak, uningdan ko'p bir oyda biz 20-25 parlament a'zosining imzosini erishimiz kerak degan gap. Tezroq nima qilib desak. Amandaqchi uni bo'lib qarasangiz, har kuni yoki bir yarim kunda bir parlament a'zosi imzo etish kerak. 2 kunda bir bo'lsa, ya'ni yetishmaydi degan gap. 15 bo'lib qolsa yetmaydi, bir oyda 15 odam bo'lsa. Vaqt qis qiladigan ishimiz intayin ko'p. Shuning uchun bu narsa menimcha yanada hammamizning tashkilotlarimizning yanada bo'lib, rahbarlarimizning yanada bo'lib, yana xalqning safarbarlikka kelib, xalqni safarbarlik qilib, yerlik xalqni qilishimizga to'g'ri keldi. Hakikaten hem de bu yıl halkımızın közü kulağı zaten Amerika'da bu şu iki kanun mesela Uygur Kişilik Hukuk Kanun layihisi mi dep duraylı. Uygurların Qoğdaş Kanun layihisi mi dep atılıvatıdır bu. Bu şu iki kanun layihisining ve ikisininki elbette ikisi tan ma'qullanishi texmi yaxshi. Hech bo'lmasa birisining ma'qullanishi bu nayt xalqini suyundiradigan nayt jiddiy bir ish bo'ladi hodisa. Bu unum rasmiy bir unumga erishganligimizniki isboti bo'ladi. Shunga ham bu ikki qonunni ma'qullatish üçün bir yerde Amerika'da faaliyet yapılan bütün teşkilatlarımız, siyasi faaliyetlerimiz, meyli qaysi teşkilat buluştuğun qat'i nazar, qaysi siyasi faaliyet, qaysi Uygur aktivist buluştuğun qat'i nazar, bir yerde koordinasyon içinde, yani hemkarlık içinde, birlik içinde, okşaş telaffuz bilen, mas qadam bilen, özüra maslaşqa halda bunu takip qilish, bu iki nimeniki ma'qullikni o'tkazish, nimasi söyleş, bu bek mühim, bir dakikani saqlash hamda ham birisi kirib sanator kirib birmi deb, yana birisi kirib uning o'xshamaydigan bir gapni qilib, birisi bunda doklad tutsin, yana birisi qarasa uning o'xshamaydigan bir talaffuz doklad. Yani bu qalamqanchilikmi Uyg'ur davosiningki ishonchligini, Uyg'ur tashkilotlarininki ishonchligini yo'qdi demayli, sanatorda bo'lsin, mayli u nimada bo'lsin, avom palatasi, kengash palatasida yoki hukumat nimasida nazarida bo'lsin. Shu bu bir dakikani saqlash o'zira hamma ishni o'zira hamkorlik asosida, o'zira maslahatlashib, fikr birligi kelib
harakat jihatini o'xshash qadam bilan mos qadam bilan olib borish nihoyatda bak muhim deb o'ylayman. Aziz qarindoshlar, keyin kirgan qarindoshlarimiz uchun eslatib qo'yay. Bugun biz bir ovoz bir qadam harakatiningki rahbari bizningki aktiv Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarimizdan, iqtidorli siyosiy faoliyatchilarimizdan Ravshan Abbos xonim bilan bugun suhbat olib bordik. Aziz qarindoshlar, keyin suhbat qatnashgan qarindoshlarimiz, keyin kirgan qarindoshlarimiz qaytib eslatib qo'yay. Bir ovoz bir qadam harakati yani 3-15 kunlarning oldi keyinda butun dunyoning har qaysi joylarida o'xshash kunda, o'xshash usulda concentration camps arbek, yani inglizcha yaxshi to'liq o'qamadim. Yani Nazi kampillari qaytib keldi degan o'rtaq shior ostida Xitoyninki Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatlari aks ettirilgan fotosurat ko'rgazmasi echish haqida chaqiriq e'lon qildi va Ravshan Abbos xonim bir ovoz bir qadam harakatininki mas'uli bu faoliyatninki konkretni mazmuni, doirasi, hatto inchik halqalargacha uning talablari, shartlari haqida atrofli ma'lumot bergan bo'ldi. Ravshan xonim, vaqt munosabati bilan bugungi suhbatimizni oxirlashtiraylik. İnşallah bundan keyin siz bilan har xil temalarda, boshqa xalqimiz qiziqqan masalalarda, Amerika davosining, Uyg'ur davosining Amerika taraqqiyot yuzini munosabatli boshqa temalarda suhbat o'tkazishtirishimiz. Sizga qayta takrar bergan atrofli go'zal ma'lumotlaringiz uchun takrar rahmatimni bildiraman. Rahmat. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, sizlar ko'rayotganlar Dunyo qurultiyi to'r televiziyasininki naq maydon suhbat programmasi. Bayma deb o'tganimizdek, bugun biz bir ovoz bir qadam harakatiningki rahbari Ravshan Abbos xonim bilan bir ovoz bir qadam harakatiningki bu yil 3-oyning 15-kuni butun dunyo miqyosida olib borilgan faoliyatiningki asosiy mazmuni, konkretni shartlari haqida va Uyg'ur davosining Amerikadagi taraqqiyot yuzlanishi haqida suhbat olib bordik. Shuning bilan bu qatimki suhbatimizni oxirlashtirmoqchi aziz qarindoshlar. Sizlar Dunyo qurultiyi to'r televiziyasininki butun programmalarini sizlar hozir shu ko'rayotgan Dunyo qurultiyining Facebook sahifasidan boshqa yana maxsus YouTube'dan va maxsus to'r televiziyasi uchun tasdiqlangan to'r ko'znikidan yani Duk Center namlı tor ko'znikidan ko'ralasizlar, YouTube orqali ko'ralasizlar. Birozdan keyin programma oxirida maxsus bizningki bu tor televiziyasiningki YouTube adresi va tor adresi ekranga keladi va shu ekrandagi adres bo'yicha buni ko'ralasizlar. Aziz qarindoshlar, shuni bilan bugungi suhbat programmamizni oxirlashtirmoqchi. Keyingi qatimliq programmamizni ko'rishaylik, ko'rishga omon bo'ling. Hammalarga xayrli kechlar tilayman.